Jason Derulo, pull up skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up about a liter. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Ruxsor radiosi nashri tinglovchilari, qadrdonlari, barchangizga Alloh kayfiyat tilagan holatda bugungi avtofilot dasturimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, va'da berib o'tganimizdek kun davomidagi anonslar orqali bilgansiz bugun qaysi mutasaddi xodimlar chaqirganligimizni va undan oldinsa menga bugun hamrohlik qiladigan Ruxsor teleradio kanalining ladofatli boshlovchilaridan, jurnalistlardan biri Maftunaxonim Mamasidiqova. Xush kelibsiz, Maftunaxon. Barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Kun xayrli bo'lsin. Bizni mehmonlarimiz bor. Keling, vaqtni o'tkazmasdan albatta tanishtirsak. Marhamat. Bahromjon Toshpo'latov, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali bo'lim boshlig'i hamda Davlatbek Muhammadaliyev, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali yetakchi mutaxassisi bugun bevosita dasturimizda ishtirok etmoqdalar. Albatta. Xush kelibsizlar. Mikrofonlar tekshirib olamiz. Salom berib qo'yinglar agarda. Assalomu alaykum, rahmat. Mikrofonga yaqinroq gapiraverasizlar. Iloji boricha kim gapirayotganimizni tortib gapiraveradi. Xo'p, ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, avvalosi. Va endi agar ruxsat bersanglar, birin-ketin savollarimizni taqdim etsak, bundan tashqari hurmatli radio tinglovchilar, agarda sizda ham bizni savollarimizga o'xshash yoki sizni qiynayotgan savollar bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'idan 95 410 raqamlariga ovozli yoki SMS tarzida qolaversa, 73 249 1067 raqamlariga esa qo'ng'iroqlar orqali murojaatlaringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, sizni ham savollaringiz inobatga olinadi va mutasaddi xodimlarimiz tomonidan chiroyli javob beriladi degan niyatdamiz. Endi birinchi savolim shundan iboratki, mana umuman hudud gaz ta'minot xodimlari umuman mana shu xalqimizga qilayotgan xizmatlaridan ko'ngillari to'layaptimi degan birinchi savol bermoqchiman. O'zlaring bir baho berasizlarmi? Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Murojaatlar umuman olganda sizlarga ko'proq qanaqa bir savollar, murojaatlar kelib tushadi? Shular haqida biroz gaplashib o'tsak. Muammolar haqida, yutuqlar haqida. Yutuqlar keyin birinchi oz muammolar gaplashaylik, yutuqlar gaplashamiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir gaz ta'minoti bo'yicha shahar tumanlarda har yilgi respublika viloyat hokimligi qarorlariga asosan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlangan payt. Hozir martdan tayyorgarlik qilinadi. Buning uchun zaruriy materiallar, kerakli qurilmalar hamma narsasi bir qator shayxolatalik tekshiriladi. Undan keyin aholini qishda gaz ta'minotini me'yorda yetkazib berishini ta'minlash uchun bir qator ishlar rejalashtirilgan. Bularga shu rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirishga kirishiladi. Bular endi gaz tarmoqlari, GRPlarda amalga oshirilgan ishlar. Jumladan 21 kilometr viloyatdagi foydalanishga yaroqsiz holatga kelib qolgan gazsiz chiqish teshiklari aniqlangan quvurlarni almashtirish, ularni qayta ta'mirlash. Keyingi yo'nalish 45 ta yuqori bosimli GRPlarni qishichi odamlardagi tushgan e'tirozlardan kelib chiqqan holda joylarda o'rganish olib borilgan. Natijada 45 ta gaz tasdiqlash qurilmalari eskirganligi aniqlangan. Bu viloyat bo'yichami yo faqat mana shu Farg'ona shahrining o'zidagi holat? Viloyat bo'yicha shaharda bu 45 tadan 7 tasi shaharga taalluqli. Shu GRPlarni yangisiga almashtirish. Bundan tashqari viloyatda 6667 ta o'rta va yuqori bosimli GRPlar bor. Bularni 414 tasi yuqori, qolgani o'rta bosimli. Shularni yillik texnik tavsifdan o'tkazish. Masalan, aholidan tushadi jalbalar, e'tirozlar borib gazim pasayib ketdi. Bizning xodimlar borib o'sha aholini ta'minlaydigan GRPni reviziya qilib, rejim sozlab bersa, aholining gazi nisbatan o'g'naladi. Bu ko'proq qishga kirishda, bahordan chiqishda kuzatiladigan holat. Bahorda kunduzi issiq, kechasi sovuq bo'lib qoladi, odamlarda gaz yetishmovchiligi bo'ladi. Shuni to'g'irlash uchun e'tiroz tushgan mahalla yoki ko'cha xonadonida oldiga GRP
gerplarga xizmat ko'rsatadigan chilangir bor, reviziya qilib beradi uni. Shundan keyin yana gerp ishlashni boshlab, aholi kunduzi gazni o'chirganda gaz qaytadi. Pechkasini yoki kotelini yoqqanda gaz yana stabilni bo'ladi, gerpa aholiga. Endi bir narsa bor-da, misol uchun men esimni taniymanki, har yili misol qish kuz mavsumiga tayyorgarlik deyiladi-da. Misol uchun kerak bo'lsa svet, kerak bo'lsa gaz, masalan, quvurlar boshqalar o'rganiladi deydi. Bu mana martdan boshlanar. Lekin qishda buni natijasi yo'q bo'ladi. Misol ochiq aytadigan bo'lsak demoqchiman. Endi bu savolni berishim sababi nima desangiz, mana har yili qishda mana avtomobillar gaz shoxobchalarida ham muammo, to'g'rimi? Uzun bir o'chiritlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin qaraydigan bo'lsak, misol uchun mana Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda oladigan bo'lsak, blogerlarida yoki o'zimizdan borganlar, mana o'rtoqlar, qahraton qish, qor yog'yapti-da. Zapravka finga kelsa hech kim yo'q, xohlagan payti kirib turib to'ldirib beryapti gazini. Nima uchun ularda misol uchun haligi Vintel qishki kunida qatib qolmaydi-yu, bizda qatib qoladi degan savollar juda ko'p kelyapti bizga ham. Shunga o'zlaring nima deysizlar, qanaqa javob berishinglar mumkin degan savol ham tug'iladi. Ham gaz ta'minotini mutaxassis sifatida Vintel qatib qoladi, qishda gaz perivalda to'g'nab qoldi. Shunaqa gaplar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu odamlar shunchaki o'z o'ylab chiqargan gap demoqchi. Chunki u turba 20 kilo, 15 kilo davleniya bosim bilan gaz harakatlanadi. Ohangaron kompressor stansiyasida katta tezlikda yuradi u gaz. Bosimi baland bo'ladi. U gaz muzlamaydi-da. Nima uchun unda qishda mana shunaqa tanqisliklar yuzaga keladi? Bu savolliklarga biz hozir gaz tizim ikkiga bo'lingan. Magistral yo'nalish va bizniki ichki yo'nalish, hudud gaz ta'minoti. Bu savolga masalan magistral biz vodiyga yetkazib berilgan gazni aholiga taqsimot bilan shug'ullanamiz. Masalan metanlar, zapravkalar gazi bu bizga bog'liq emas. Sizlarga berilgan gazni sizlar taqsimlab berasizlar. Uni sababini endi o'shaligi magistraldagi xodimlardan chaqirishimiz. Yetkazib beruvchilardan. Keyin iste'mol ko'payib, iste'mol ko'paygan hisobiga aholini bir me'yorda yo bo'lmasa aholini nisbatan gaz bilan ta'minlash uchun metanlarni o'chirtiramiz. Qish mavsumida metanni o'chirtirish ham bu tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan holatda bo'ladi bu narsalar. Shuni yo'q hudud gazni o'zini tashabbusi bilan emas bu. Viloyat hokimiyatining ham xabari bo'ladi, energetika vazirligining ham hammani xabardorligi bo'lib, keyin metanlar nimaga tushadi. Lekin hamma shirin gaplar xalqda sizlarga qaratiladi. Sizlar aybdor deydi, xuddi demoqchiman. Hudud gaz aybdor deb bo'ladi, lekin hudud gaz ham shu yetkazib haligi viloyatga kelgan gaz bilan nima qiladi. Yaxshi, savol bormi Maftunaxon? Sizda yana? Albatta hisoblagichlar bilan, aqlli hisoblagichlar bilan bog'liq savol beraylik. Aqlli hisoblagichlar bugun o'zi nima uchun o'rnatilyapti? Nima uchun kerak ular? O'zi hisoblagichimiz bor edi. Uni oldik, o'rniga aqlli hisoblagich o'rnatyapmiz. Nima sababdan? Avvalambor assalomu alaykum. Aqlli gaz hisoblagichlarini afzallik tomoni ancha yuqori. Bu O'rta Osiyoda tabiiy gaz hisoblagichlar o'rnatilgan davlatlar qatorida kuchli 3talik o'rinda turadi. Hudgaz Farg'ona gaz ta'minoti filialida Prezidentimizning 4840 qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator amaliy ishlar olib borildi va shu amaliy ishlar natijasida viloyatimizda 385 mingdan ziyod aqlli tabiiy gaz hisoblagichlari o'rnatildi. Bu majburiymi? Bu majburiy. Majburiylikki buni sabablari bor. Bunga tegishli 6 ta qaror bor. Har birini vaqti kelsa tushuntirib beraman. Birinchi sababi hisoblagichlar o'rnatilishi aholi va hudud gaz ta'minot o'rtasida tushunmovchilikni oldini olish. Qanday masala? Misol uchun, sizning xonadoningizda bugungi kunda oddiy hisoblagich bo'lsa, 100 kuba bo'lsa, 100 kuba bo'lsa oddiy hisoblagichda. Sizning haqdorligingiz 30 ming so'm bo'lishi mumkin. Bunda tarmoqdan bizi xodimlar kelib ajratadi. Unga misol uchun 2 kishi yoki 3 kishi ovora bo'ladi. Tarmoqdan ajratgani,
talabnoma bergani, uni 5 kun kutgani, oldin xuddi shunaqa holat bo'lgan. Hozir sizning hisobingizda mablag' qolmadimi? Avtomat tarzda hisoblagichni blokka tushirish. klapini bor, klapini berkiladi. Inson omilini kamaytirish. Berkiladi va unga yoqqan odam kerak bo'lmaydi. Iste'molchini o'zi yoqib oladi. Agar mabodo tushunmasa, biz 1104 qisqa raqamli bog'lanish qo'ng'irog'imiz bor. Unga bog'lanishib turib, kerakli mutaxassislar birinchi yordam beradi. Agar unda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, maxsus biriktirilgan xodimlarimiz tezlik bilan borib, xonadondagi tabiiy gaz bosimini rostligini ko'rib, hisoblagichni ochib beradi. Endi qarang, hozir mana telefon raqami e'lon qildingiz, shu bahona mana o'zim ham murojaatim borda aytmoqchiman. Men o'zim masalan kommunalka mana gazga o'zim shaxsan pul tushiraman. Bir oyda ja yoqsam 30 minglik gaz yoqaman. Ko'p qavatli uyda yashaymiz, faqat bitta gaz plitasi. Gaz plitasi bor xolos. Qolgani endi elektr hammasi. Gaz plitasida men 30 minglik yoqardim. Shotimda doim 150 ming pul turardi deng. O'tgan oyda 134 ming pulim bor edi. Ertasi kuni payimimga kelyapti-da, 24 ming qarsiz deyapti. Bu o'z-o'zidan men oyiga 30 ming ishlatadigan odam birdaniga 100 ming so'm o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoldi. Minusga kirib qoldim 24 ming. Shunda ham bir kun ishlab berdim, ammo blokka tushmadi, klapim bekilmadi. Keyin men panikka chiqdimda tushirdim. Yana o'sha rostlab qo'ydim o'zini summasiga. Va internetda ham juda ko'p shunaqa gaplar eshitdim. Xullas o'z-o'zidan pul yechib olinyapti shu yerdan va qarzdorlik bo'lib qolyapti. Bu nima sababdan shunaqa bo'ladi? Ba'zani noto'g'ri ishlayotganidanmi yo programmadanmi? Aqlli gaz hisoblagichlarida ma'lumot uzatishda biz O'zbekistonda kompaniyalar bor, mobil kompaniyalar bor. Bizda hududlarga qarab turib Beeline, Ucell, Uzmobile, Uztelekom hamma sim kartalar o'sha hisoblagichlarga qo'yiladi. O'sha siznikini sababini tushuntiradigan bo'lsak, 134 ming so'm haqdor edingiz, 24 ming so'm qarzdor bo'lib qoldim. Demak, sizni xonadoningizdagi hisoblagichning ichidagi sim karta ma'lum bir muddatga aloqa uzatilmagan. Ya'ni o'zingizning qo'l telefoningizda bo'ladi-ku, telefoningiz xizmat doira bo'lib qoladi-ku. Xuddi shunaqa bo'lgan. Sho'tchilar bilsangiz, devorlarning burchagida bo'ladi, to'lqin chiqishi muammo bo'ladi. Yo shunga o'xshash holat bo'ladi. Ayrimlar uni tushunmasdan o'rab qo'yadi. Antena chiqishi hali qiyinlashadi. Shunda u o'ziga ham qiyin qilib qo'ygan bo'ladi. Qarzdorlikdan bexabar qoladi. Antena chiqib tursa, kunda soat ertalab 7:00 ga belgilangan. O'sha 7:00 da hisoblagich sarflangan tabiiy gaz hajmini dasturga tushirib beradi. Yashing, rahmat. Bizda hozir qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Yurtdoshlarimizda savol bor shekilli, Maftunaxon. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bekzodbek, yaxshimisiz? Rahmat, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Tanishamiz, qayerdan kim? Men Yozyovondan boryapman. Boryapman, xursandmiz. Savol bormi xodimlarimizga? Xuddi men ham sizdaqa bo'ldim. Hozir siz aytyapsiz-ku, xuddi 291 ming pulim bor edi meni ham. Chigimda. Anaqa telefondan tekshirib ko'rdik, 4-kuni men pul tashlayapman, 291 ming bo'lyapti. Srazi bir haftadan keyin menda 65 ming pul qolyapti. O'z-o'zidan 291 mingdan 65 ming pul qolyapti. 65 ming pul qolyapti. Muborak opa, sizda xonadonmi yo ko'p qavatli uymi? Ko'p qavatli. Ko'p qavatli uy. Menda ham ko'p qavatli uyda, shuning uchun hozir shu savolni berdim. Savol tushunarli bo'ldimi? Bo'l, hozir eshitib turasiz, javob berishadi mutaxassislarimiz. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Mana menga o'xshagan muammoga ko'milgan hurmatli tabiiy gaz iste'molchisi, hozir agar eshitib turgan bo'lsangiz, xuddi mikrofonni yaqinroq olasiz. Shu savolga javob berdik. Yana bir eslatib o'taman. Xudgaz Farg'ona gaz ta'minoti filialining qisqa raqami bor 1104. Qanaqangi muammoingiz bo'lsa, hech ham o'ylanmasdan 1104 ga telefon qiling. Bizning mutaxassislarimiz 24 soat davomida sizga yordam berishga tayyor. Shu keltirilgan, agarda biz tomonidan keltirilgan muammo bo'ladigan bo'lsa 1104 ga chiqasiz. Endi sizni xonadoningizda qaysi sim karta yaxshi ishlaydi? Masalan, o'zingizda mobil telefoningiz qaysi kompaniyaga bog'langan? Bizda barcha kompaniyaning sim kartalari bor.
Shu kompaniyani sim kartasini qo'yib bering desangiz, barcha xizmatlar bepul, muammo yo'q, qo'yib berishadi. Rahmat javob uchun. Nima uchun bunday bo'lgan bo'lishi mumkin? Endi antina chiqmay qolsa deyaptilar. Hozir masalan har kuni soat 7 da sizni meni PMimga ma'lumot keladi-da. Misol uchun buncha ishlating, buncha pul ansatga qoldi, buncha ko'p ishlatildi degan ma'lumot keladi. O'sha antina chiqmasa kelmay qoladi men tushunishim bo'yicha. Shunaqami? Tushundim. Shunaqa bo'lar ekan. Endi Yechib olingan pulchi. U qayerga ketadi u? Yechib olingan pul boya tushuntirdim-ku, siz ishlatgan gazingiz uchun yechib olinadi-da. Hozir Bekzod aka aytdilar, har oyda 34 ming ishlatardim, bitta oyda 134 ming ishlatdim. Bu doimiy to'planib qolganda bu. 3 kun 4 kun bo'lmagan u. Men mutaxassis sifatida dasturdan ko'rib berishim mumkin, 3 kun 4 kun emas. Undan shuni iltimos ko'rib bering aka. Shuni men bu fuqaro bilan ham bog'lanib, bularning muammosini ham hal qilib berasiz. Shunaqa holatda bizda yana qo'ng'iroq bormi? Yo'q, savollar bor Telegramdan, savollar yetib kelishni boshlagan yurtdoshlarimizdan. Birin-ketin beraversam. Xo'p, bu yerda Muhammadjon ovozli xabar qoldirganlar. Savolmi, savol emasmi bilmadim, lekin eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qo'rjobjonlari, hammalaringni ishlaringga omad. Mana bir savolim bor edi. Biz Marg'ilonda yashaymiz. Bizga propan gaz balon olib kelib berishadi, almashtirib ketishadi, to'g'rirog'i. Bizga bo'shini olib to'lab berib ketishadi. O'sha propan gaz balonida har yili 2 marta yil boshida, yil oxirida 15 mingdan qo'shimcha laboratoriyaga deb pul olishadi. Hujjat ko'rsatishmaydi. O'sha mashinada yig'ib yurgan akalarimiz, o'sha ishchilar o'zlari olishadi. Yil boshida, yil oxirida laboratoriya qilamiz, boshqa deb pul olishadi, misol. Lekin gaz balonlarida taglari zanglab yotibdi, ustilari bir kraska qilinmagan. Bu haqiqatan laboratoriya qilinadimi, yo'qmi? Shu haqida bir ma'lumot berib o'tsinlar akamiz. Oldindan rahmat. Salomat bo'ling. Juda ham zo'r savol bo'ldi. Rahmat savol uchun. Xo'p, suyultirilgan gazlar mana aholiga tarqatiladi gaz balonlar har yilning boshida va oxirida laboratoriya uchun o'sha 15 mingdan yig'im bo'lar ekan. Endi u laboratoriya ishi nima o'zi desangiz, men endi agar hozir bular savoliga o'zimcha javob beradigan bo'lsam, tushuncham bo'yicha gaz balonining yaroqliligi, sozligida endi bular aytmoqchi, o'sha gaz balon shunday keladi. Taglari o'sha holatda, misol balki chirigan holati ham bo'lishi mumkin. O'zi haqlimi ular 15 mingdan yig'ishga laboratoriya uchun? degan savol. Bu savolga javob beradigan bo'lsak, bu laboratoriyani bizda hozir hududiy gaz tizimida aylanma gaz balon tashkillangan. Masalan, bitta odamga faqat o'zini baloni kelmaydi. Har 35 kun 40 kunda balonni olib ketadi. Boshqa balon keladi. Keyin bu 15 mingdani faqat laboratoriya uchun emas, undan tashqari hozir bizda xodimlar gaz balonni uygacha olib kirib, gaz plitasiga o'rnatib yoqib beryapti-ku, o'sha yerda gaz sizib chiqishi bo'lsa, joyida bartaraf qilib yo'qotib beryapti. Shuni ham uslugasi bor, xizmati bor ichida. Xizmati. Chilangirda uyga olib kirib o'rnatib berishi ham. Shu gapingizga yana bir savol bersam maylimi? Javob berib oldingizmi? Savol beraveraymi? Shu xizmat uchun ekan, demak. Shu xizmat uchun to'g'risi men endi eshitayman, unaqa xizmat borligi. Mumkinmi shunaqa naqd pul shaklida yig'ib olinadimi? Yo'q, u naqd pul olinmaydi. Qanaqa bo'ladi tartibi? Tartibi nimaga? U kartadan to'laydi. Hozir misol uchun shuncha aholi bitta qishloq joyga borsangiz, misol biz endi tashkilotda ishlaymiz, bizda bor plastik haqiqatan ham kiliksa kilik qilib beramiz, lekin qishloq joylarda juda ko'p dehqonlar bu suyultirilgan gaz uchun o'zi maxsus karta beriladi. Maxsus kartasi bo'ladi. O'zlarining kartalari bo'ladi. Shuni o'tkaziladi. Karta bo'ladi suyultirilgan gazdan foydalanadigan fuqarolarni. Shuni hozir Muhammadjon aka savol yo'llagan odam. Agar sizda o'shanaqa siz maxsus plastikdan o'tkazasizmi, shu haqida yozib yuborsangiz, albatta naqd pul shaklida ham yoki plastikda ham. Shuni ham aytib qo'ysangiz. Savol bermoqchiman. Suyultirilgan gaz haqida gap ketganda, odatda ko'ramiz o'sha ko'cha-kuyda yurganda boshqa holatlarda, mana siz aytyapsiz, chilangarlarimiz uyiga xonadongacha olib kirib o'rnatib beradi deyapsiz. Lekin aksariyat hollarda xonadonning ichiga olib kirilmaydi, darvozasining tagiga tashlab ketiladi yoki mahallani qaysidir bir nuqtasiga keladi, avtomashinalarda suyultirilgan gaz ballonlar. O'sha yerdan fuqarolar ballonini olib chiqib beradi, almashtirib olib ketadi. Va yana bir narsa, mana shunaqa holatlarda gaz ballonni o'sha bir ta'mir talab ekanligi yoki soz emaslik holatlari ham yuzaga kelyapti-da, ko'zga tashlanib qolyapti. Qanaqa meni bir yaqin tanishimda bo'lgan, gaz ballonini almashtirgan, lekin mana bunaqa soz bo'lmagan holati. Uyga olib kirib o'rnatgan, gaz chiqib ketavergan.
Shunaqa holatlar ham bo'lyapti-da. Siz aytgan narsa hamma hududda bo'lyaptimi o'zi? Bo'lish kerakmi? Xonadonni ichiga olib kirib berish kerakmi? Agar shunaqa holatga duch kelgan fuqaro qayerga murojaat qilishi kerak? O'zi aslida mantiqan qaraydigan bo'lsak, mutaxassislar olib kirib o'rnatib berish kerak. O'zi ishi bo'yicha hozir naqd berishar ekan, mana naqd beramiz yozib yuboribdi. Gazga kartadan berishar ekan, laboratoriya uchun naqd berishar ekan. Bunda shu nimani murojaatchini nomeri yo bir narsa bor, telefon raqamlari bor. Muhammadjon aka raqamingizni berib qo'yapman xodimlarimizga. Murojaatingizni o'rganish maqsadida. Endi sizlarni nima uchun taklif qildik? Mana shu xalqimiz bilan sizlarni o'rtanglarda bir aloqani yaxshilash, sizlar haqingizda fikrlarni o'zgartirish, ayb sizlarda emasligi. Misol 5 qo'l barobar emas, hozir boya aytib o'tdi efirning boshida gaz pasaysa ham sizlar aybdor, ko'payib ketsa ham sizlar aybdor misol. Shuning uchun har kim o'zini yo'nalishi bo'yicha mutaxassis. Bu haligi u magistraldan kelayotgan gazni biz qachonki kimdir taqsimlab bersa, biz o'shani aholiga yo'naltiramiz degan mana yo'lda ochib qo'ydik hozir, bildi xalq. Shuni endi yana ham bir mustahkamlash, sizlar haqidagi tushunchani o'zgartirish sabab. Shuning uchun Bekzod aka shu joyda uzr ming bor, so'zingizni buzdim. Savolga yana ham batafsilroq javob olish uchun tashkilotni matbuot xizmati bevosita suhbatimizga qo'shilmoqchilar. Sardor aka. Sardor aka, qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir suhbatlaringni eshitib o'tirib va bo'layotgan savol-javoblarga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Maftunaxon, siz juda ham to'g'ri savol berdingiz xodimimizga. Suyultirilgan gaz masalasi tarqatilayotganda, misol joylarda o'sha to'planib turishlari iste'molchilarimiz va mana shu har bitta xonadonga olib kirish majburiyati haqida so'radingiz. Ruxsatingiz bilan mana shu ikkita savolga javob bersam. Birinchidan, chilangarlarimiz tomonidan xonadonlarga olib kirish bu ixtiyoriy hisoblanadi. Agar o'sha iste'molchi xonadoniga olib kirib berishni xohlasa, unda bu xizmatga haq olinadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz harakat qilyapmiz o'sha joylarda to'lov iste'mol madaniyati, to'lov madaniyatini oshirishga. Hozir misol viloyat bo'yicha deyarli hamma suyultirilgan gaz ballon iste'molchilariga 360 mingdan ziyod iste'molchilarimizga ID karta tarqatib bo'lingan. Bosqichma-bosqich iste'molchilarimizdan ham iltimos qilib kelardik. Mana shu naqd pul aylanmasiga chek qo'yishlarini. Yashang. O'zlari misol ixtiyoriy majburiy holat deydi-yu, o'zlari albatta mana shu to'lov madaniyatiga amal qilgan holatda borib o'sha shoxobchalar orqali plastik kartalariga pul tushirib, faqat o'sha orqali muomala qilishlarini so'rab qolardik. Albatta, nafaqat mana shu hudud gaz ta'minot tizimidagi faoliyat, balki ikkinchi tarafda ham o'zini majburiyatlari bor-da. Agar mana shu ikkala taraf majburiyatini siz aytgandek keng jamoatchilikka ko'proq tushuntira olsak, biz mana shu xizmat sifatini yana ham oshirgan bo'lamiz va mana shu to'planib turish holatlari bu albatta tashqaridan qaraganda chiroyli holat emas, xavfsiz holat ham emas. To'g'ri. Va misol mana shu gaz kelishini bilganida o'sha aholi yoki mahalla hammamiz beixtiyor chiqib olamiz-da ko'chaga. Mentalitetimiz, o'zbekchiligimiz, qanaqadir biz stereotiplarimizga bog'liq bo'lgan holatlar. Bulardan endi hali beri voz kechalmasak kerak bunaqa nimalarimizdan. Lekin biz iltimos qilib qolamiz iste'molchilarimizdan, gaz hammaga yetadi. Qanchaki biz odamlar to'plab tartibsizlik bo'lsa, unda biz o'zimizni vaqtimizni o'zimiz berib qo'yayotgan bo'lamiz-da xizmat ko'rsatish sifatida. Haqiqatda bo'ladi bunaqa narsalar. Men misol murojaat bo'yicha Buvayda tumanlariga ham ko'rganmiz shunaqa murojaatlar kelib tushadi. O'zimiz to'planib olamiz, keyin o'zimiz murojaat qilamiz. Nimaga odamlar to'planib turibdi battada? Endi men sababini aytishim mumkin. Men bitta sababni bilaman. Misol bitta mahallaga o'sha haligi gazel mashinada kelsa deylik, yetmay qolish holatlari bo'ladi-ku baribir. Masalan, keyingi reysga kutishga bir toqat qila olmaganlar chiqib oladi-da, menga ulgib qolay, bolam yoshi deydi yoki uyimda qariya bor edi deydi. Endi balki buni yechimi bir kattaroq mashina qilish kerakmi? Balki bunaqa to'planmaslikni oldini olish uchun demoqchiman. Hammaga gaz yetsa, bitta kelganda. Nechta avtomashinalar bor viloyat bo'yicha? Viloyat bo'yicha xullas men hozir aytmoqchi bo'lganim, bizda texnikalar yetarli, aynan suyultirilgan gazni fondi ham yetarli bizda viloyatimiz uchun. Lekin o'sha siz aytgan narsa juda ham to'g'ri Bekzod aka. Bizdaligi aksiya boshqa desali o'zi shunaqa olib chiqib ketadi-yu ko'chaga va tashqariga. Xuddi shunaqa holat bo'ladi, lekin bu narsalarda hammasi bo'yicha hozir mana hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati tomonidan har kuni aholiga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha
seminar treninglar topshiriqlar beriladi bu narsa bo'yicha xodimlarimiz ham misol malakasi oshirilyapti eng qizig'i biz hozir misol bir paytlar 60 kun 65 kun mana Maftunaxonni o'zi ham biladi joylarga chiqqanda murojaatlar kelib tushadi u yuzdan misol aytadi 60 kun 70 kunga cho'zilib ketardi misol suyultirilgan gazni yetkazib berish misol bu 2 yil oldingi holat adashmasam Davlat aka 2 yil oldin ham shunaqa lekin hozir mana shu tizimda olib borilayotgan o'zgarishlar sababli mana 30-35 kunga tushdi hozir yo'qmi shunaqa muammolar joylarda? Yo'q, bori joyida hal qilinyapti. O'sha zahoti. Deyarli kamayapti, deb bo'laveradi. Yildan yilga kamayib, sozlanib boryapti. Bu 30-35 kunga tushganligini o'zi ham bu ancha katta gap. Katta gap. Natija. Haqiqatda mana shu sohada olib borilayotgan izchil islohotlar natijasi deb bilaman. Yashang. Rahmat. Chiroyli va to'laqonli javob oldik, xudo xolasa. Xo'p, savollarimiz bor. Navbatdagi yurtdoshimizdan savoli yetib kelgan ovozli xabar tarzida. Faqat bir narsa hozir bu savolni eshitamiz-u, muhokamasini reklamadan keyin qilsak yaxshi bo'ladi, sababi endi bilasizlar tirikchilik bizda ham reklama vaqtida ketmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum, Bekzod aka, yaxshimisiz? Charchamay. Efirlar boshlab oldingizmi aka? Biz ham chetdamiz. Sog' bo'ling. Baxtiyorman aka. Ha, salomat bo'ling. Shunchaki salom yo'llashibsiz bizga. Xo'p, keyingisi. Mana shu gaz muammosidan men hayronman, nimaga shu sistemasi bir adashib ketib xalqni foydasiga ishlab yormaydi, doim yechib olishga ishlaydi. Ko'ryapsizmi, nima uchun sizlar chaqirdik? Men xalqni fikrida, ongida aytdim-ku, teskari reaksiya bor-da, shuni isloh qilish uchun ham chaqirdik-da. Mana aniq faktlarga asoslanib sabablarini ko'rib chiqsak, tushuntira olsak, fikr o'zgaradi. Shuning uchun biz doim aytamiz o'sha tashkilot xodimlariga, umuman gazmi, svetmi, u yo'lmi, u farqi yo'q. Kelinglar, suhbat qilaylik, shu o'rganaylik jarayonni. Yo'l qurilishidan chaqirdik, muammolarni birgalikda hal qilib, ertasi kuni o'sha yamaq joylar yamab, xalqning ishonchini oqlab demoqchiman. Fikrni o'zgartirdik demoqchi. Qoyil bitta gapni qilishar ekan bular ham degan fikr keldi-da xalqimizdan. Sizlarni ham chaqirgan sababi shu. Hozir mana boyagi Muhammadjon akamizning raqamini beraman sizlarga. Shu xalqi bersanglar, sizlarga nisbatan fikr o'zgaradi-da. Shuning uchun ham mana hozir akamiz nimaga xalqning foydasiga emas, aynan shu davlat foydasiga yechadi bu programma ham degan tushuncha bor. Bu inson omilsiz ishlaydi, bu texnika, bu temir, bu odam qo'li bilan boshqarmaydigan tushuncha yo'q-da. Shuni muhokama qilish uchun ham chaqirdik. Keling, reklamadan keyin ushbu savolimizga to'laqonli javobni amalga oshirsak. Bizlar reklama izlab borsak qaytamiz. Ruxsorda bahor. Davom etamiz aziz radio tinglovchilar, avtopilot dasturini tinglayapsiz va mutasaddi xodimlarimizni yana bir qator tanishtirib qo'yamiz. Endigina bizga sozlangan yurtdoshlarimiz bo'lsa. Xo'p, Farg'ona hududiga hozir 1 daqiqa qo'ng'iroqqa javob beramiz. 13-33 raqami 30 soniya sabr qilib turasiz. Tanishtiraymi? Tanishtirib qo'ying. Bizni bugungi dasturimizda Bahromjon Toshpo'latov, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali bo'lim boshlig'i hamda Davlatbek Muhammadaliyev, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali yetakchi mutaxassisi hamda filialni matbuot kotibi bevosita ishtirok etishmoqda. Sardor aka, ko'rganimizda yana bir xursandmiz. Ishqilib xafa bo'lib qolmayapsizlar savollarimizni? Yaxshimi, hammasi joyidami? Bizda qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormanglar hammalaringga. Salomat bo'ling. Shulardan bittalarini so'ramoqchi edim. Ayrim hududlarimiz gazlashtirilmaganda, bizda yoshligimizda gazlar bo'lgan, hatto gaz turbalari bo'lgan. Gaz bo'lgan, lekin hozirgi kunda gazning turbasi ham yo'q. Xo'p, aynan qayerda? Misol uchun Qani Qo'shtepa rayonini qancha joyda gaz yo'q kerak bo'lsa. Oldin bo'lgan, lekin hozir yo'q demoqchisiz-a? Hozir yo'q. Ha, shularni gazlashtirish bo'yicha ma'lum bir ishlar amalga oshirilyaptimi? Yangiliklar bormi demoqchilar? Harakat bormi? O'zi kundan kunga zamon o'zgaryapti, boshqa rejaga kiritilyaptimi degan savollarda endi. Sharoit yaratilyaptimi demoqchiman aholiga nisbatan. Bo'ldi, savol tushunarli bo'ldi. Endi siz radioni eshitib turasiz, mutaxassislarimiz javob berishadi savolingizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu murojaat bo'yicha javob beradigan bo'lsak, hozir aholini gazlashtirish kundan kunga resurs hajmi kamayayotgani, keyin Qo'shtepa tumanida o'zini gaz bilan ta'minlaydigan gresi yo'q. Unga Marg'ilondan yoki Oltiariqdan gaz bilan ta'minlash imkoniyati yo'q. Xaridli kuz qish mavsumida iste'molda hozirgi mavjud aholining o'z iste'molini ortish hisobiga gaz
viloyatdagi iste'molchilarda gaz yetishmovchiligi kuzatilyapti. Bu degani yangi hovli uylarda, yer hovli uylarda gazlashtirish bo'yicha ishlar olib borilayotgani yo'q hozir. Mavjudlarda gazini yaxshilash, qish mavsumida bir me'yorda gaz bilan ta'minlash imkoniyati ko'rib chiqilyapti. Lekin gaz suyultirilgan gaz olayotgan yoki muqobil yoqilg'idan foydalanayotgan aholini gaz bilan ta'minlash rejalari, ishlari olib borilmayapti hozir. Endi sabab resursni yo'qligi, o'sha oldin bo'lgan, hozir o'sha turbasi ham yo'qligi, demak resursni kamayganligi sabab. O'sha resurs kamligi. Masalan, oldin gaz bo'lgan paytlarida, u Qo'shtepa rayonida gaz bo'lgan paytlarida o'zi iste'molimiz shu davrda 80 ming 90 ming iste'molchi bo'lgan xolos xonadon. Ulgurji tashkilotlar ham kam bo'lgan. Metan zapravkalar ham kam bo'lgan. Gazni sarflaydigan manba o'zi kam bo'lgan. Shuning uchun bu kondan chiqayotgan gazni dimlab bo'lmaydi, tarqatish kerak. Shuning uchun aholi ko'p joy gazlashgan bo'lgan. Umumiy qilib aytganda o'sha hozir O'zbekistonda aholi ham ko'payib ketdi, misol uchun, va yangidan yangi binolar qurilyapti. Ularga ham gaz to'g'ri. Bu joyingiz qoniqarli bo'ldi, xudo xolasa, va navbatdagi yurtdoshimizni qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kech sizga. Rahmat, o'zlaringga. Rahmat. Qayerdan kim? Oltiariqdan Shuhratjonman. Oltiariqdan Shuhratjon. Xursandmiz. Marhamat, savol bormi? O'shali siz o'zingiz aytgan deb haligi gapda Qaysi gap? Oldingi yillar masalan 50 ming pul yetadigan bo'lsa bir oyga, hozir 200 ming pul ham yetmayapti. Nima bormi yo o'rtada nima deydi? Tushunmaymiz biz ko'pan. Shuni tushuntirish uchun chaqirdik-da bu mehmonlarimizni. Hozir tushuntirib berishadi. Xudo xolasa savoli tushunarli bo'ldi menimcha. Nima qilsa bo'ladimikin buni? O'zlarini nimasiga olib bir tekshirsa bo'ladimikin buni? Har oy ko'p yog'yapti. Hozir bilamizda, siz eshitib turing radioni. Agarda ma'qul kelsa, men raqamingizni berib qo'yaman bularga. Kelishdingmi? Berib yuboring. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Savol tushunarli bo'lgan bo'lsa, marhamat, javob beramiz. Assalomu alaykum, Shuhratjon aka. Savolingizga javob beradigan bo'lsak, 2024-yil 1-may kunidan aholi uchun belgilangan tabiiy gaz tariflari bo'lgan. Oldin siz doimiy ravishda 380 so'mdan to'lab yurgansiz. 2024-yil 1-may kunidan 1 kub gaz hajmi 650 so'm. Isitish mavsumida 500 kub metrgacha 650 so'm, 500 1 kub metrdan 2,5 ming so'm. 1,5 ming so'm to'laysiz 2,5 ming kubagacha. 2500 1 kubometrdan 5000 kubometrgacha 1950 so'm to'laysiz. 5000 1 kubometrdan 10000 kubometrgacha 2275 so'mgacha to'laysiz. Murodjon aka, sizda asosiy adashmovchilik, men aholi bilan bir kunda 20 ta 30 ta aholi xonadonlari bilan gaplashaman. Xuddi shunaqa sizda meni bilishimcha muammo bo'lyapti. Siz qishki mavsumda 500 kub metrdan oshiqroq tabiiy gaz iste'molini qilgansiz, o'zingizning hisobingizdan shunda adashgansiz. Bizning hisoblagichlarimiz hech qachon adashmaydi. Bunga kafolatlangan, o'zini sertifikati bor. Agar dastur bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zim kuzatib turaman desangiz, bizda dasturimiz bor, HGT degan dastur bor. O'sha dasturda mobil ilova orqali kirib olsangiz bo'ladi. O'zingizning litsovoyingiz, ya'ni kinishka raqamingizni terasiz, to'lov pullaringiz, ishlatyapti turgan gaz sarfingiz bemalol o'zingiz kuzatib tursangiz bo'ladi. Hozir sizlarda limit yo'q-a? Limit bor. Yo'q, masalan, svet 2 kilovat limit qo'yib qo'ygan-ku, sizlarda ham bormi? Hozir ruxsatingiz bilan mana shu narsaga qo'shimcha qilsam, hozir savolingizga javob beradigan bo'lsam, qishki mavsumda biz 500 kubometrgacha limit qo'yilgan. Bu o'rganganmisizlar, 500 kuba yetadimi bir oyga bitta xonadonga? Mana bitta narsaga to'xtalib o'taylik-da. Hozir Bahromjon hamkasbim aytib o'tgandek, bu davlatda olib borayotgan avtomatlashtirish siyosatidan maqsad o'zi gazni tejab qolish.
iste'mol madaniyatini oshirish. Misol mexanический hisoblagichlar ishlatib yurgan paytimizda gazda uchoti bunchalik bo'lmagan. Boshida mana Bahromjon yuqorida aytdi, bitta xonadonda mexanический hisoblagichlar qarzdorligi bo'lsa, uni borib o'chirish uchun kamida 6 kishi, 10 kishi gazsiz o'tirardi. Asab buzarlik bilan urush janjallar bilan uzilardi. Hozir baxt aytmoqchi, kompyuterda o'zida bitta klik bilan uzilyapti. Endi bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Xalqimizni birinchi navbatda hammasini shu hisoblagichga, aqlli gaz hisoblagichga o'rnatish, bu orqali gazni ekonom qilish. Sababi hali mana Davlatjon ham bitta murojaatga javob berdilar. Mahallalarga gaz tortiladimi yana degan savolga. Rasmiy jihatdan javob berdilar. Biz bitta narsani bilamiz, gaz tugayapti. Gaz zaxiralari yildan yilga tugab boryapti. Bu men xohlardim, что hammamiz, men gazga ishga kirishdan oldin Maftunaxon, men ham xuddi shuni o'ylardim-da. Nimaga endi bitta rejektimni burab qo'ysa gaz beradi-yu hammaga. Qiyin emas-u degan. Qiyin emas-u, oson narsa-ku deb o'ylardim. Lekin misol mana shu sohada 4 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, bu iste'molchilarga faqat natijasi ko'rinadi xolos. Gaz bormi, yo'qmi? Lekin u natijasigacha bo'ladigan ish o'sha quduqdan tortib to iste'molchini uyigacha olib kelib beradigan jarayonni ichida juda katta mashaqqat yotibdi. Buni hech kim hisobga olmaydi deng. Buni hech kim hisobga olmaydi. Lekin hattoki shunaqa narsaki, meni eshitishim bo'yicha mutaxassislardan, misol gazni mana shu yer ostida bir paytlar mana million yillar oldin mana shu dinozavrlarning qoldiqlari, boshqa qoldiqlarning hisobiga mana shu gaz shakllangan. Yaqinda mana Texnoplovda YouTube'da ko'rib qoldim. Biz dinozavrlarga rahmat deyishimiz kerak, uyimizda issiq o'tirganimizni tushunyapmiz. Misol bu bor gap. Qo'yla. Endi shu narsalarni hisobga olib turib aytadigan bo'lsak, bu esingizda bo'lsa, mana mustaqillikdan keyin men yosh edim u paytda. Telefon, домашний telefonlar mana, uyali aloqa, mobil bas, домашний telefonlar har oy iste'molchi borib o'sha telekompaniyada ATSga borardi, pulini berardi, u uzilmas edi. Qarzi bo'lsa ham uzilmasdi. Men eslayman, o'sha paytda oldindan to'lovga o'tkazganda hamma ATSlarda oldida to'palang bo'lgan. San nima sizlar bizni telefonimizni uzib qo'yasizlar degan. Esingizda bo'lsa, xuddi shunaqa holat gazda ham bo'lgan. Sho'chiqlarni o'rnatib, qarzdorlikka o'chirganimizda ko'pchilik misol e'tiroz bilan bildirgan. U gaz ishlatib yuruvdi-ku, nima uzib qo'yasan? To'laymiz-da sekin degan mazmunda-da. Maqsad mana shu to'lov madaniyatini shakllantirish bo'ldi va davlat bunga sekin-sekin erishyapti. Xudo xolasa gazni ekonom qilish, xullas gaz bundan keyin ro'zqish bo'ladi. Mana qo'shni davlatlarda o'sha ro'zqishga aylanib bo'ldi. Mana xalq tili bilan rasmiyatchilikdan voz kechib aytadigan bo'lsak, qo'shni davlatlarda tabiiy gazi bor xonadon, demak, nima deydi, inomarka mashinasi bor xonadondaqa shunaqa. Mana yaqinda xizmat safari bilan qo'shni davlatlar orasidan o'tishga majbur to'g'ri keldi. Shunda o'tib ketayotganmiz, gaz trubalari tortilgan, unga O'zbekiston gaz yetkazib beradi. Lekin bizdan qimmat. Bizdan juda qimmat, gazga ulanish ham qimmat, gazni ishlatish ham qimmat. Ular lutchi biz o'tin yoqib yurganimiz yaxshi deb o'shanaqa qilishar ekan. U juda o'ziga to'q xonadonlar gazni ulatar ekan. Bu birinchi masala. Endi boya Bahromjonni masalasi bo'yicha mobil ilova haqida gapirdilar. Ya'niki bu HGT Play Marketda ham bor, App Store'da ham bor. HGT degan ilova asosan hozir mana o'rta va o'rta yoshdan yuqori bo'lgan iste'molchilarimiz orasida to'g'ri ma'noda trendga chiqib ketdi. Chunki u yoshlarga qaraganda. Nimagadir shu o'rta yoshdan yuqorisida trendga chiqib ketdi. Aytsangiz, ular hozir gazini kunlik iste'molini kunda ko'rsatib turadi bu ilova. Siz qaysi kuni necha kuba gaz ishlatdingiz xonadoningizda? Bu oylik hisobda qancha yoki summada qancha? Hammasini ko'rsatib turadi. Va bu ilovani misol o'rnatib o'zini xonadonini tahlil qilib ko'rganlar, misol ular hayotda ishonasizmi 1,5 ming kuba bitta hovli xonadon ishlatishini xayoliga ham keltirmagan misol. Aynan shu Marg'ilonda iste'molchilarim bor emas. O'zim gaplashdim shular bilan. O'zim qo'lim bilan shu ilovani o'rnatib berdim. Litsevoy shotini Bahromjon aytgandaqa kirib ro'yxatdan o'tib ko'rdik. 1 oylik hisobini ko'rganimizda qishki davrda mana oktyabrdan boshlab oktyabr 700, noyabr 900, ikkitag'i 1200, 1,5 ming orasida kub ishlatiladi. Bu degani bu belgilangan me'yordan 500 kubometrgacha uradigan me'yordan o'tib ketyapti degani. Endi mana o'z-o'zidan narx oshadi degani. O'z-o'zidan narx oshadi degan. Endi biz mana to'g'ri oddiy jon deydi-yu, jon hisoblaydigan bo'lsak, o'tgan yili mana Bahromjon noto'g'ri bo'lsa fikrimni to'g'rilaydi. O'tgan yili 1000 kuba
metr gaz uchun biz qancha pul to'laganmiz? 350 ming to'lagan, 380 ming so'm to'laganmiz. Endi siz bu yil 1000 kuba uchun boshqacha narx to'laysiz. Adashmasam 700 ming, 800 ming atrofida to'lanadi, to'g'rimi? Ha, 1000 kuba uchun bu yil mana 650 so'mni ko'paytiramiz 500 ga. 125 ming bo'ladi. 325 ming bo'ladi. Endi 1500 so'mni ko'paytiramiz 500 ga. 750 ming bo'ladi. Hozir aholimizni ko'p qatlami, misol uchun, ana pollarni ham isitishga, o'sha gazga moslashtirgan misol uchun va hovli uylarda yo'qdigi kamida 5 ta xonadon yoki 7 tagacha-da, 10 ta, 7 ta bo'ladi va har birining uyida pechka bor. Bu degani gaz yoqadi. Endi men boya aytib o'tdim, faqat meni xonadonimda gaz plita bor xolos, chunki ko'p qavatli uy bo'lgani uchun mana shuni o'zi isitaveradi, 3 xonani. Lekin ortiqcha pechka yo'qda, aynan gaz balandligida 30 mingdan olib turib, oyiga gaz pasayib ketganda 100 mingdan olib qo'ygani uchun men tushunmasam shu savolni berdim. Demak, bu o'sha meni o'sha antina chiqmaganligi sababli deb tushundim. Endi lekin baribir shuni tagiga yetib berasiz. Ko'p hollarda antina chiqmasligi to'g'ri. Chunki o'sha Bahronjon aytib o'tgandek, aloqa o'rnatish, aloqa berishda muammolar bo'ladi. Men yuqoridagi masalaga yakun yasamoqchi edim. Misol mana o'tgan yili 1000 kuba uchun 380 ming to'lagan xonadon bu yil 1000 kuba uchun mana 1 million 75 ming atrofida to'layapti. Gap shu yerda, bu gap balki antenada ham bastur. Misol pulini yechib qo'yapti degan masalada, balki kubometr oshib ketib qolgandir belgilangan me'yordan. Shuning uchun shunaqa narsalarga e'tibor berish uchun mana shu 3 ta hudud gaz ta'minoti mobil ilovasi chiqqan o'sha HGT. O'rtoqlar, shuni agarda malol kelmasa, telefonlaringizga zametkasi yozib qo'yinglar. Play Marketda agar Android ishlatsanglar va iOS ishlatsanglar, anaqadan App Store degan joyidan yuklab olasizlar. Albatta, ikkala tizimga ham bor, to'g'rimi? Bemalol o'sha litsoviy shotni kiritib turib, bir kunda necha kub gaz ishlatishingizni kuzatib borishingiz mumkin. Hech qachon sizni bu kompyuter texnologiyasi ortiqcha pulingizni o'ziga olib qolmaydi. Bu inson omilisiz ishlaydi, kiritib qo'yilgan metod bo'yicha ishlaydi, to'g'rimi? Hech qachon buni o'zgartirish imkoniyati yo'q. Kerak yo'q. Bu dastur juda oddiy, o'ta oddiylashtirilgan, soddalashtirilgan. Soddalashtirilgan. Umuman gazchi bilan maslahatchingiz ham kerak yo'q. Gazchiga savol ham bermaysiz. O'zingiz bemalol kuzatib turaverasiz, qancha tabiiy gaz iste'mol qilyapti turganingizni. Keyin hozir ana Telegramda telefonni o'chirib qo'ydim, to'g'risi, chunki qo'ng'iroq ko'payib ketib qoldi. Telegramda ham bir qancha savollarimiz bor. Birinchi shuni tagiga yetib olaylik, keyin yana telefonni ichga solaveramiz. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum, Ruxsor radiosi. Hozir bundan oldingi savolga aniq tiniq javob bermadi mutaxassis opani savoliga. Aniq tiniq javob bersin, bu javob bermadi aniq. Yo'q, buni hozirgaligi ko'p qavatli uyda yashaydi, Yozyovonlik Muborak aka qo'ng'iroq qildilar. Meni savolimni aytdilar ular ham. Uni hozir aytib o'tdik, menimcha to'ldirib qo'ydik. Bu ancha oldin kelgan ekan bizga. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum. Hozir bu javob berdilar, rahmat. 35 kun, 40 kun deyaptilar-da bu gaz balon kelishini bizning mahallaga 60 kun, 55 kunda keladi-yu. Bu misol ichichi ertaroq kelish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Keyin o'rinli savol. Baq aytayaptilar, nima uyga olib kirib o'rnatib beradi, u bu deyaptilar. Yo'q, bizning mahallada shuncha paytdan beri hech olib kirib o'rnatib berayotgan ko'rganimiz yo'q, bilganimiz yo'q-da, hali o'shanga men savolni tushundim. Hozir savolni tushundim. Bularni ham so'rab ko'raylik Tillo boladan. Suyultirilgan gaz ballonlari. Hozir so'rab qo'yaylik, anaqa ular ham yig'armikin demoqchiman. Uyga olib kirmas ekan mana. Ko'chada qolar ekan. Tillo bola 2566. Sizda ham o'sha 15 mingdan yilni boshida yoki yilni oxirida shunaqa laboratoriya uchun deb pul yig'iladimi? Shu haqida ham bizga ma'lumot bering. Uyingizga mana kirmas ekan hech kim. Shunchaki ko'chada qoldirib ketar ekan. Siz ham yig'asizmi aynan? Shu haqida yozib qo'ysangiz biz beramiz savolni. Qanday tartibda? Va qanday tartibda to'laysiz? Suyultirilgan gaz iste'molchisi o'sha reja grafik asosida mahallasiga, o'zining hududiga shu gaz balon kelganda uyimga olib kirib berib o'rnatib berish yoki o'rnatib bermaslik uni ixtiyorida. Bu gazni chilangarini majburiyati emas, har bitta uyning egasini ixtiyorida. Uyning egasini ixtiyorida. Agar do'stim, men shu uyimga olib kirib berib o'rnatib berishingizni so'rayman desa, gazni chilangari majbur o'sha xonadonni uyga kirib o'rnatib berishga. Endi yuqorida aytdik, buni o'sha yillik
texnik ko'rik uchun to'lovlarini yuqorida hamkasbim ham ta'kidlab o'tdi. Gazlar aylanma ballon shaklida, tizim shaklida aylanadi. Viloyatimizdagi mavjud adashmasam 4 tami tumanimizda shu gazlarni ballonlarini texnik ko'rikdan o'tkazuvchi punktlarimiz bor. Bu narsani men o'zim ko'zim bilan guvoh bo'lganman. Qo'shtepada bor, Oltiariqda bor. Bular misol ichidagi gazolinni to'kib oladi har bittasini. Gazolinni to'kib oladi, boshqa qiladi. Uni o'sha yerda o'zida agar bu birinchidan xavfli narsa-da, u o'z gazni xodimi uchun u birinchi navbatda kerak bu narsa. U xonadonda iste'molchiga yetkazib berishdan oldin o'sha gaz taqsimlash punktiga kirib kelgan har bitta gaz ballonni texnik ko'rikdan o'tkazmaslikda umuman imkoni yo'q. O'sha ko'z orqali, keyin o'sha apparatlari orqali, o'sha o'zini bosqichlari bor, o'sha orqali qilinadi. Endi bu murojaatchimizni mahallalariga 60 kun deyaptilar. Menimcha viloyatimizda hozir unaqa mahallamiz qolmagan, lekin ruxsatingiz bilan biz o'sha murojaatchini telefon raqamlarini olsak hozir ko'rsatuvdan keyin biz albatta bu masalani o'sha o'zlari bilan bog'lanib ko'rib chiqamiz. Ko'p hollarda shunaqa bo'ladiki, reja grafikka asosan gaz tarqatish uchun borilganda ba'zi bir xonadonlar uyida bo'lmaydi. Endi bu tabiiy hol, kimdir ishda bo'ladi, kimdir boshqa bo'ladi. Gazni tarqatib ketgandan keyin misol aytishadi, bizga gaz kelmadi, mana 60 kun bo'ldi deydi. Shuning uchun yana o'sha iltimos bo'ladi, shunaqa tushunmovchiliklarni oldini olish uchun shu erinmasdan to'lqa shu ID kartalar orqali muomala qilinsa, o'shandagina o'sha biz ham qatta xato qilganimizni yoki boshlarimiz bilim turadi o'zimizga. Demak, o'sha gaz ballon olib borgan mutaxassislar naqd pul shaklida hech qanday to'lov olishga haqli emas. Va yana bir narsaga oydinlik kiritib ketaylik. Laboratoriyada o'zi nimalar tekshiriladi gaz ballonlarni? Mana hozir aytib o'tishdi, zanglagan, boshqa. Hozir o'sha zanglaganini tashlab beribdi bizga rasmni. Mana laboratoriyaga beramiz, lekin to'lasa ham mayli, lekin mana orqasini ko'rsatib qo'yibdilar. Qanaqangi chirigan holatlarini. Shu narsaga ham e'tibor qaratiladimi o'sha laboratoriya jarayonida? Albatta qaratiladi. Uni birinchi navbatda o'sha zichilkasini, tashqi qiyofasiga, o'sha salniklarini, boshqa o'sha o'zini qismlarini budligiga e'tibor beriladi. Endi bunaqa iste'molchilarimiz murojaat qilib tashlayotganlar to'g'ri, men so'rab qolardim, har oy mana shunaqa ochiq muloqotlar tashkil qilib turishlarini. Haqiqatda va o'sha iste'molchimizga rahmat. Misol o'zim murojaat qilib chiqyapti. Bunaqa iste'molchilarimiz ko'payishini xohlayman. Sababi o'sha tizimning sifati o'shanda bo'ladi. Zo'r. O'shanda. Shu gapingiz zo'r bo'ldi, lekin haqiqatda. Agar iste'molchilar o'sha hozirgi murojaatchimizga o'xshab talab qilib oladigan darajada bo'lsagina, o'sha har qanaqa tizimda ham o'zgarish bo'ladi. Xizmat ko'rsatuvchi ishlaydi. Xizmat ko'rsatuvchi ishlaydi. To'g'ri. Qoyil, mana bejizga chaqirmaganmizda, ko'ryapsizlar, mana ko'nglimizda gaplar gapiryapsizlar. Navbatdagi savol yurtdoshlarimizdan yetib kelgan. Assalomu alaykum. Ismim Aziz, Surxondaryodanman. Gaz bo'yicha savol bermoqchi edim. Surxondaryodan savol berishyapti. Ko'pincha biz e'tibor beramiz. Surxondaryo viloyati qishki rejimda tog'li hudud bo'lgani uchun tezroq sovuq tushadigan viloyatlar hisoblanadi. Qishki rejimga o'tish vaqtida shaharda 15-noyabrdan boshlanib qishki rejimga o'tiladi. Bizning viloyatlarga nimagadir 15-noyabrdan emas, kechiktirib o'tiladi. Chunki hozir bilsangiz, bizda ham ko'pincha ko'p qavatli uylarda kotellardan foydalaniladi. Qishki rejimga o'tmagan vaqtida kotellarimiz ishlamaydi. Shu haqida ham gapirib o'tsalaringiz. Savolga javob beramizmi yoki surxondaryolik mutaxassislarga, hamkasblaringga yetkazamizmi savolni? Yo'q, vazibatda savolda aytyaptilar, qishki rejimga ham 15-noyabrdan o'tsa nimaga bizni hudud kech o'tadi deyapti. Tog'li hudud bo'lganligi uchun shunaqa ekan. Ertaroq o'tish kerak o'zi. Hozir ruxsatingiz bilan Bekzod aka, murojaatchini albatta sizda telefon raqamlari yoki qanaqa bir installari bor. Bor. Surxondaryo viloyatida bizda Azizbek Mashrapov degan matbuot kotibimiz ishlaydi. Men Surxondaryoni o'zi bizning tizimda endi matbuot xizmatlari faoliyatini baribir kuzatasiz qo'shni viloyatda. Eng oldi faoliyat yuritayotgan matbuot xizmatlaridan biri. Men haqiqatda o'sha Azizbek Mashrapovni qo'yayotgan postlar orqali Surxondaryo chiroyli tog'larini ko'rganman. Haqiqatda qiyin vaqtlarga mashaqqati bor o'ziga yarasha. Ruxsatingiz bilan mana shu murojaatni
Biz Azizbek Mashrapovga albatta yetkazamiz va javobini taqdim qilamiz. Raqamlarni yozib qo'ydim. Xo'p, bo'ladi. Ismlari bilan birgalikda o'sha mutaxassisga berib qo'ysangiz albatta bog'lansa xursand bo'lishadi. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum, Ruxsor radio O'zbekiston aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Savolim shundaki, biz yer uyda turamiz, gazimiz xuddi o'shanday siz aytgandek muammo bo'lib o'chib qoladi. Xullas pulni tushiramiz. Hali 3 ta knopkali ko'k yashil knopkasi o'shani ezib netib yoqsak, yo'qot yonadi, yo'qot yonmaydi-deng. Sim kartami bir balosini zaryad tugagan bo'lar ekan. Shuni rayga men Tashlaq tumanida turaman. Raygaga telefon qilsangiz biz majburiyatimiz bas deydi. Texnopark o'sha 3 ishlab chiqargan zavodga telefon qilib Toshkentga deydi. Zavodga telefon qilsangiz aka gazni majburiyati deydi. Viloyatga telefon qilsangiz ham aka tumaningiz majburiyat telefon qiling, yoqib ketish kerak bular. Planshetdan tiqib yoqib berar ekan. To'g'ri. Tuyab qo'ygan. Tumanga telefon qilsa biz majbur basmiz aka, vaqtimiz bo'lganda borib qilib beramiz, bo'lmasa yo'q deyapti. Endi ular eplab olib keltiryapmiz. Bir kun, 1,5 kunda gadaydi yalinib, to'g'risi pulini bergandan keyin to'laganimizdan keyin. Savol tushunarli. Majburiyatlarmi nima? U planshet ko'chada sotilmaydi-yu. Ana u to'g'rilasa bo'ladi. O'sha tumanda majburiyatimi u narsa olib kelib, misol shu planshet orqali yoqish kerak bo'lsa yoqib berish, boshqa qilib berish. Endi yo'lini qilib olib kelyapmiz, endi to'g'ri yo'l bilan olib kelmayapmiz, to'g'risini aytganda. Bu iste'molchi 1 yoki 2 marta duch kelmagan bu muammo. Ko'p, juda ko'p kelganda. Shuning uchun yozyapti. Ertamandan to kech paytgacha, ertasi kuni kech payt yoqtirganimiz ham battaman, ishdaman, boralimman. Vaqtim bo'lganda shunaqa yo'q. Oxir Respublika gaz idorasigacha telefon qildik, aka, men hozir bildirib beraman, shunaqa sizga ular majbur, gaz nimasi yoqib berish kerak edi. Shunda ham bir natija bo'lmadi. Mana qora xalqda ham haq huquqi bormi? Savol tushunarli. Savol tushunarli, o'rinli savol bo'ldi. Rasa hozir 5 minut oldin aytib o'tgan HGT degan dastur siz uchun va sizga o'xshagan o'sha iste'molchilar uchun chiqarilgan. Doimiy qarzdorligingiz, haqdorligingizni nazorat qilib turasiz o'zingiz bevosita. Shunda shunaqa muammolarga duch kelmaysiz. Agar hisoblagich tarmog'idan ajratilsa onlayn tarzda birinchi o'rinda men qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Hisoblagichda 3 ta bosadigan knopkasi bor. O'rta knopkani bossangiz aloqa degan yozuv chiqadi. Keyin yana bitta bossangiz ulanish chiqadi. Undan keyin Wi-Fi da rasmi chiqadi. Tabloni chap burchagini past tomonida. Ozgina kutganingizdan keyin ochildi bo'ladi. Faqat bu amallarni hisoblagichga kirish qismidagi kranni berkitib qo'yasizda, ochilgandan keyin 20 minut kutasiz. Juda ko'p aksariyat iste'molchilarimiz hisoblagichimiz ochilgandan keyin kutmasdan o'sha jumrakni ochadi-da, gaz iste'molini qiladi. Hisoblagich avtomat tarzda yana tarmoqdan ajratiladi. Bunga sabab hisoblagich tashqari, ya'ni mayda gaz sizish holati borligi, pajar holatini oldini olish uchun tarmoqdan ajratiladi. Shuning uchun barcha iste'molchilarimizdan so'rab qolardik, imkon qadar hisoblagichni qarzdor ushlab turmanglar. Agar qarz bo'lib qolsa, tarmoqdan ajratilsa, yo'riqnomaga amal qilinglar. Bu yo'riqnoma bizni Telegram botlarimiz orqali, YouTube kanallari orqali, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bizni roliklarimiz bor. Savolga to'liq javob bo'lmadi-da. Gaz ta'minoti filiali deylik o'chib qolgan, uzilib qolgan va uni qayta uya olmagan taqdirda kimga murojaat? Albatta bu savolingizga 11:04 ga birinchi murojaat qilamiz. Iste'molchi murojaat qiladi. Undan keyin bizning dasturda ko'rinadi. Dasturda ko'ringandan keyin 11:04 o'zi ochishga buyruq beradi. Dostupi bor, 11:04 ochishga buyruq beradi. Iste'molchini o'ziga aytadi. Shunaqa yo'riqnoma bo'yicha tushuncha beradi. Agarda mabodo ochalmay qolsa, Xudgaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali xodimlari borib ochib beradi. Masalan, deylik rayon tumanda u. Tumanda xodimlari boradi. Tumanda xodimlari borib ochib beradi. Dejurkalar tashkil qilingan. Qancha muddati bormi buni? Hozir aytyaptilar 1 kun, 1,5 kun, 2 kunga cho'zilib ketadi bu holat deb. Masalan, tumanlarda 2 ta dejur bo'lishi mumkin. Navbatchi. Navbatchi. Bunaqa holat 20 ta bo'lishi mumkin.
Shunga qarab. Kele yangi soatda Uzog'i shuni bilan masalan. Aytyapman-ku, tumanlarda 2 dona navbatchi bo'ladi. Bunaqa holat 20 minut bo'ladi. Endi bitta xonadonga borib, masalan, to manziliga borib hisoblagich yoqishga masalan 5 daqiqa yoki 10 daqiqa ketishi mumkin. Ha, demak 2 kunga cho'zilishi mumkin emas. Tushunarli. Yangi soatlarda yana shuni davom ettirsak-a, keting. Ruxsorda bahor. Assalomu alaykum, yana bir karra yurtdoshlar. Avtopilot dasturini tinglamoqdasiz. Soat millarimiz 17 dan 5 daqiqa o'tmoqda. Yana bir 10-15 daqiqa suhbatimizni davom ettiramiz. Agarda yo'q, 6 gacha ham desanglar, farqi yo'q. 6 gacha davom ettirib ko'ramiz. Savollar juda ko'p. Shu qadar yaxshi ko'rar ekan xalqimiz. Qaranglar. Yog'dirib va bizni bugungi mehmonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bahromjon Toshpo'latov, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali bo'lim boshlig'i, Davlatbek Muhammadaliyev, Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali yetakchi mutaxassislari bugun dasturimizda ishtirok etishyapti va savollar bizda juda ko'p. Juda ko'p. Va hozirgi oxirgi savolimizni to'ldirish maqsadida aytmoqchiman. Shu tizimni yana ham qulaylashtirish maqsadida demoqchiman. Mana 11:04 qo'ng'iroq qilasiz deyapsiz. Endi shu sho'tchiydi o'sha blokka tushib qolishini olib qo'ysa bo'lmaydimi? Misol uchun haligi odam aholi qiynalmasdan murojaat, misol ishi tushmasdan o'sha gazchilarga o'zi sho'tchidan yoqib olishni imkonini qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Planshetsiz. Bu savolingiz tushunarsiz bo'ldi men uchun. Buni olib qo'ysa yana o'sha oldingi eski hisoblagichga qaytib qolamiz-da. Qarang, planshet hisoblagichga qaytib qolamiz-da. Planshet bilan yoqish bor-ku. Planshet bilan yoqish, misol uchun pulini to'lab qo'ysangiz ketaveradi. Lekin o'chib qolsa, knopkani bossangiz, siz aytmoqchi boshida aytdingiz, haligi gaz sizib chiqayotgan holati bo'lishi mumkin. O'zi avtomatik uzib qo'yadi dedingiz-ku. Uni qachonki mutaxassis kelib, o'shani bartaraf qilib, keyin planshet orqali yoqadi. To'g'rimi? Shunaqa holat bo'ladi-da. Shuni demoqchiman. Aslida planshetsiz yoqsa bo'ladi. Planshetsiz yoqsa bo'ladi. Mutaxassislarimiz borishini maqsadi o'sha gaz sizish holatini ham ko'zdan kechiradi-da. Shuning uchun mutaxassislarimiz boradi. Lekin planshetsiz yoqsa bo'ladi. Bu roliklar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda. Endi to'laqonli bo'ldi demoqchiman. Ijtimoiy tarmoqdan ko'rib, kuzatib, bemalol bo'lib olishingiz mumkin. Hurmatli o'sha savol yo'llagan yurtdoshimiz Islombek akalar. Ilhomjondan yetib kelgan ovozli xabar bor bizda. Assalomu alaykum Begzodjon, hurmatli gaz mutasaddilari, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yangi gazoviy sho'tchilar chiqayotganda men etajda turaman. 230 ming so'm gazdan haqqimiz bor edi. Yangi sho'tchini qo'yishdi. 230 ming so'm orada pul yo'q bo'lib qoldi. O'z-o'zidan. Gazga, Go'rgazga murojaat qildim. Aka dedi, unaqa vaziyat juda ko'pchilikda shunaqa bo'libdi. Bitta menda emas, mendagi 230 ming, qolganlarda 500 ming, 1 million so'm haqdorliklari o'rtada yo'q bo'lib qoldi o'sha pul. Go'rgazga borib so'radim. Aka, o'sha pulni kim menga o'sherdi? Kim menga vazmisit qiladi deb so'rasam, aka Toshkent ko'rib beradi. 1-2 oy deyshodi o'shanda. Xudo xolasa mana 1,5 yil bo'lyapti. Hali ham xat xabar yo'q. O'sha 230 ming so'm, o'sha pulni men kimga yozishim kerak yoki kimgadir telefon qilishim kerak? Shu savolimga bir aniqroq javob bersalaring. Oldindan katta rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Savol tushunarli bo'ldi. Bu savolingizga mutaxassis sifatida javob beraman. Sizni tushirgan pulingiz hech qachon yo'q bo'lib qolmaydi. Dasturda doimiy ravishda turadi. Necha yildan keyin xohlasangiz ham arxiv joyi bor, turadi. Keyin gaz ishlatgan, o'sha ishlatgan gaz sarfini hisoboti bor, u ham turadi. Har qachon murojaat qilishingiz mumkin yoki bizga o'zimizga kelsangiz, muammosi sizga tushuntirib beramiz. Kimga murojaat qilay deyapti? Demak, sizlarga o'sha viloyatga abonent bo'limiga kelsin. Filialni abonent bo'limiga. Yaxshi, menimcha savolga javob tushunarli bo'ldi. Keyingi savolimiz. Assalomu alaykum, Ruxtor yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Charchamang, everlar olib boryapsizlar. Bu gazlar aholiga ham, zapravkalarga ham berilgandan keyin qilsiz-da bu nimani? Shu xodimlar chaqiribsiz. O kunlar chaqirilmabdi bu xodimlar. Ha. Voy, endi mayli, endi bizga qilingan ataka. Bizga qilingan ataka. Xo'p, rahmat va Kamoliddin.
Kechdan ko'ra kech. Assalomu alaykum. Mana shu masala bo'yicha aytyapti. Ma'lon sentrida ham gazimiz yo'q. Biz yoshligimizda bo'lgan shu adashmasam shu 7 yosh, 8 yoshida, ana hozir 27 ga kirdik. 20 yil yo'q. Ma'lon sentrida qo'shtadan qo'yaverasiz. To'g'ri. Xo'p. Bir paytlar o'sha Marg'ilonda sentrining 80% aholisida gaz bo'lgan. Hozir deyarli 80% aholisida gaz yo'q. Tan olish ham mardlik. Yo'q, bu tan olish mard, biz tan olaveramiz, lekin u gaz quduqdan chiqmagandan keyin bizdan nima qilaylik? Bizdan nima qilaylik? Misol quduq, men boshida hali aytib o'tmoqchi edim. Misol geologik ishlar olib borilayotganda o'sha tim qora bo'lib ko'rinadi ekranda. Mana shu yerda gaz bormi, yo'qmi degan savol qo'yiladi. Uni to burg'ulab teshib chiqib bormaguningizgacha bilmaysiz. Misol mana bitta narsada o'sha burg'ulash korxonalari bor-da, tashkilotlari. Ular deylik 10 ta proyektni olsa, biz mana shu joylarda исследование qildik, gaz bo'lishi mumkin degan masala bor. 10 ta obyektni olib burg'ulashni boshlasa, o'shandan 4 tasida, 6 tasida chiqishi mumkin. Lekin qolgan 10 tasiga ham bir xil sarf xarajat qilasiz. Bir xil vaqt ketadi. U ham katta mablag'. O'sha gaz chiqsa, endi ikkinchi savol, attan u qachongacha gaz chiqadi? Ko'proq gaz chiqadimi, ozroq gaz chiqadimi degan savol. Uni aniqlik kiritib, u mujmal narsa. O'sha qozonda bori xalqqa beriladi, iste'molchilarga. Endi yana bitta narsaki, nimaga qishda gaz pasayib ketadi? Bu sovuq tushsa, mana o'zingiz aytyapsiz. Qishda komfortkamni yoqib qo'yaman uyda isitish uchun. U komfortga kerak bo'lsa ertalabdan kechgacha yonib turadi, tan olaylik. Menikida ham shunaqa. Chunki men yashayotgan ko'p qavatli uyda isitish tizimi yo'q. Shaxsan men o'zim o'sha komfortkani yoqib, siz, men misol gazni kushandasiz biz o'zi. Ekonom qilmaydigan insonlar biz hozir. Aslini olib qaraganda, to'g'ri to'layapmiz, lekin ekonom qilmayapmiz gazni. Nimaga majbur biz? Nimaga bizda misol ko'p qavatli uyimizda o'sha isitish tizimi mavjud emas? Bunaqa muammolar mana Marg'ilonda Zuhro ko'chasida bor edi. Hozir mana o'sha issiqlik shirkatlar, tashkilotlari tortib bordi. Bu yil o'shalarda misol gaz bo'ldi. Endi iste'mol ko'payib 3 barobar ortib ketadi iste'mol vaqti kelsa. O'sha mana o'zining piki boradi O'lat aka. Misol hamma ishdan hayotiy misollar bilan hamma ishdan qaytadi, uyga boradi, choyini qo'yadi, ovqat qilishga harakat, shu gaz shu paytlarda pasayadi. O'shanga uchun mana biz berib olsak, agar o'sha magistral gaz trubada bosim yetarli bo'lsa, metanlarga berib olsak, berib olamiz. Agar o'shanda ham bo'lmasa, mana vaqti kelsa 2 kunlab metanlar bo'lmadi. Maqsad o'sha birinchi navbatda aholi, tibbiyot muassasalari, maktablar, bog'chalar bo'lsa, o'shalarga ko'p qavatli uylarga gazni bitta me'yorda ushlab turish bo'ldi. Yaxshi. Savol tushunarli va navbatdagi savolimiz. Assalomu alaykum, hudud gaz xodimlari. Sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim. Har yili har xil odamlar keladi, bir xil kelmaydi. Gazga gadavoy pul so'raydi. Masalan, tochkani so'raydi. Nechta tochka bo'lsa, shunga qarab pul yig'ib ketadi. O nima uchun deb so'rasangiz, texnik ko'rik deydi va bu majburiy deydi. Bu rostdan ham majburiymi va ularga shu pul to'lash shartmi? Savol tushunarli. Marhamat, javob. Assalomu alaykum. Men bu savolga javob beradigan bo'lsam, har yili xonadonlarda gaz ishlatadigan priborlar, kotyoli, pechkasi, gaz plitasini yillik texnik tafsirdan o'tkazish bu majburiy. Bunga Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan tasdiqlangan. Lekin hozirgi mana 1 yildan beri bu tizim hudud gaz tasarrufidan chiqib xususiy firmalarga o'tgan. Hozirda 1 yil ichib hozirgacha bo'lgan davrda u xususiy firmalar tomonidan amalga oshiriladi. Majburiymi? Buniki xususiy firmalarga davlat tomonidan majburiy qilinmagan. Xususiy firmalar, lekin bu xizmatni bajarish xususiy firmalarga o'tdi. Hukumat tomonidan, gaz tizimi tomonidan bajarilmaydi hozir. Lekin odamlarga mana o'zi uni to'lovi ozgina summa bo'ladi, 70 ming, 80 ming bo'ladi. Buni majburiy bas deb hozir buni sporlashgandan ko'ra shu to'lovni qilib, nima chilangirni uyga kirgizib, kotyolini nimasini dimoxotini ko'rsatsin, gaz plitasini qulog'ini ko'rsatsin. Hozir bo'layotgan o'limlarni ko'pi 2 konturli kotyolda dimoxoti tekshirilmagan orqasidan bo'lyapti. Qush uy qurib olgan
yo bo'lmasam portlashlarda ko'pi shlang bilan ulaganda uni xomatda pirochniy xomatda qatirmagan, sim bilan qatiryapti, gaz sizib chiqyapti. Buni haligi 50 ming 60 ming to'lov majburiy basda hozir o'ylaydigan payt basda o'sha gaz. To'g'ri, endi shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Juda ko'p o'zim shaxsan guvoh bo'lganman shu holatga. 70 ming 80 ming to'lov to'g'ri inson hayotidan muhim emas, lekin ular faqat to'lov uchun keladiganlar ham bor-da. Faqat to'lovni oladi, uyga tekshirmaydi, hech narsa qilmaydi, shunchaki to'lovni olib ketadi. Bu qanaqasi bo'ladi? Mana shu xuddi shu masala Maftunaxon menga ham juda ko'pchilik murojaat qiladi. Sababi gazda ishlaymiz. Endi mana hozir hamkasbim aytib o'tdi, bu narsa oldin gazda tasarrufida bo'lgan, hozir xususiy shirkatlarga, tashkilotlarga o'tdi deyapti. Lekin gap bunda emas. Gap gazni tasarrufida bo'ladimi, boshqa shirkatning tasarrufida bo'ladimi? Gap o'zini insonning omilida. Endi yana bitta narsa bor. Hozir siz aytgan masala Maftunaxon. Keladi, tekshirmasdan olib ketadi. Xo'p, nima biz bo'lmasam pul beryapmiz? Majburiy deydi ular. Majburiy desa, endi qarang, mana. Nima bo'ldi desam,aki gazdan odam keldi, texnik ko'rik uchun pul to'layapti. Xo'p, to'la ber. Yaxshi-yu hammasi deydi. Xo'p, yaxshi bo'lmasam berma. Lekin ras pul berdikmi? Biz o'sha ishni ham so'rab olishni bilishimiz kerak-da. Og'ayni, mana puling, ish puli o'sha 80 mingmi, 70 mingmi, mana pulingni beryapman. Texnik ko'rik, marhamat, texnik ko'rik degani o'sha xonadonga keltiruvchi gaz tarmog'idan boshlab turib barcha o'sha Davlatjon aytgandek ventillari, gazni kranniklari, quloqlichalari hammasi tekshiriladi. Joriy ko'rik o'sha konforkani o'zi tekshiriladi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik yoki mavsumdan chiqishda ko'riladi. Biz o'sha iste'mol madaniyatiga borib taqalyapti-da, hammasi Bekzod aka. Biz pulini berdikmi, ishini ham talab qilib olishni bilishimiz kerak. Bizda haligi o'zbekchilikda andisha bor. So'radi, berib qo'ydim, lekin ko'rib ketmadi. Pulni bergandan keyin uni ishlatish kerak. To'g'ri. Siz o'sha o'zingizni xonadoningiz uchun pulni beryapsiz, u nima qilyapti? Endi guruch kurmaysiz bo'lmaydi, hamma sohada ham. Faqat gaz sohasida emas, hamma sohada ham. Bu hamma davlatda ham bor narsa. O'shaning uchun pulni berdikmi, og'ayni marhamat. Joriy ko'rigizmi, texnik ko'rikka oldingizmi? Texnik ko'rikka oldim. Marhamat. Ko'ring. Zo'r qilsiz pulini olib, endi tekshirib bering. Tekshirib ustida turib so'rab olish kerak. Shu deyman. O'shanda baribir hammasi Bekzodaga iste'mol madaniyatimizga borib taqaladi. Biz hozir to'g'ri savol javoblarda eshityapmiz. Yomon ko'rishadi, o'zingiz aytmoqchi, nimaga qishda shu olib kelmading, shu bolalarda mutaxassislar savol berishyapti, bor narsa. O'sha gap iste'molchiga faqat natijasi ko'rinadi. Lekin undan jarayon ko'rinadi. Undan attigi 40 yildan beri, 20 yildan beri, 25 yildan beri ishlayotgan tajribali mutaxassislarning mehnati ko'rinmaydi. Shuning uchun men so'rab qolardim, biz har qanaqa savol javobga tayyormiz. Viloyatimizga iste'molchilariga gazni bir me'yorda yetkazib berish uchun haqiqatda gazda xodimlari sidqidildan tunu kun ishlashyapti. Bor gap bu. Bor gap. Men misol uxlamay yurgan rahbarlarimizni ko'p ko'rganman. Soch soqollari o'sib ketib, uylariga bora olmay haftalab ishxonada yotganlarini misol matbuot kotibligi uchun ko'raman-da, bilaman-da qishda xodimlarimizni. Sovuqda mana 4 kunga gaz o'chdi. 4 kunga gaz o'chdi misol. Qanaqa holatda o'zimizni nima o'tganini o'zimiz bilamiz, misol texnik tarafdan-da. Lekin молодец, o'sha mutaxassislar, tajribali mutaxassislarimiz eplashdi. Eng asosiysi xavfsiz o'shanda gazni qayta tiklab berishdi. O'sha hammasi iste'mol madaniyatimizga bog'liq. Hammamiz. U sizni, meni deganim yo'q. Hammamiz iste'mol madaniyatimizga bog'liq. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Savollar bor bizda yana. Savollarimiz bor, faqat endi hozir ro'za Ramazon oyi bo'lganligi uchun hozir bularni ko'p qiynamaylik, gapirtirib demoqchi edim. Xudo xolasa endi agarda va'da bersanglar, shunaqa suhbatga tez-tez kelib turamiz deb. Albatta. Hozir tugatveramiz. Yo'q, endi Bekzodjon iloji bo'lsa, oldigacha davom ettiraveramiz. Va'da beramiz. Biz va'da beramiz deyaptilar hammalar. Shuning uchun avvalosi rahmat, taklifimizni rad etmasdan shunaqa atakalarga tayyor bo'lib kelganinglarga. Biz haqiqatda sizlarga ham kattakon rahmat Bekzod aka. Bu narsa adashmasam biz mana Maftunaxon bilan ko'p ishlaymiz. Endi siz bilan bugun nasib ko'rishish. Biz bunaqa narsalarga ochiqmiz. Biz endi ras shu gaz sohasida ishlayapmizmi, yutug'imizni ham, kamchiligimizni ham tan olib o'sha xizmat ko'rsatish sifatini maqsad faqat yaxshilash.
hozir mana misol hudud gaz ta'minoti tizimida ham rahbariyatdan tortib juda ko'p holatlarda yangicha yondashishlar boshlandi. Biz shunga zamon talabiga moslab mos ravishda ishlashga harakat qilyapmiz va shuni aytib o'tmoqchi edimki, biz har oyda bir marta xo'p desiz ochiqmiz sizlar uchun muloqot qilishga. Undan tashqari mana rahbariyatimiz tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda hozir hamma platformasida shu Hududgaz Farg'ona GTF deyishsa bo'ldi. Olib borayotgan ishlar, yangiliklar, tushunmovchiliklar, savol-javoblar o'sha yerda amalga oshiriladi. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Yana bir karra tashakkurlar va xudo xolasa sizlarni yana kutamiz. Albatta qo'ng'iroqlashamiz. Yangiliklar bo'lib qolsa ham mana shu soha bo'yicha kelib bir o'rtoqlashsanglar, albatta xalqimizga ham manfaatli bo'ladigan niyatimiz bor. Maftun og'a, xayrlashishimiz mumkin. Rahmat sizlarga. Hozir murojaatlarni, telefon raqamlarini, manzillarini sizlarga qoldiramiz va bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Alohida shug'ullanasizlar deb niyat qilamiz. Va bunga ishonchimiz komil. Yurtdoshlarimizga esa kirib kelayotgan oqshom xayrli bo'lsin. Iftorliklarni yaxshi o'tkazib, hamma hozir iftorga shoshyapti, yaxshi o'tkazaylik. Barcha yurtdoshlarimizga sog'lik, omonlik va mana shunday yaxshi diydorlar bilan yana ko'rishguncha. Albatta, aziz yurtdoshlar, xudo xolasa ertangi dasturimizni yana ko'rishamiz. Unga qadar o'zingizni ehtiyot qilasiz, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligidan bahramand bo'lasiz va avtopilot dasturini hafta davomida 16:00 da kuzatib boring. Siz xohlagan mutasaddilarni albatta taklif etamiz va savollarga qoniqarli